Noxen Team sizlar bilan darslarni davom ettiramiz. Kuchli SND zonalar, ya'ni kuchli supply va demand zonalar, ya'ni talab va taklif zonalarini biz qanaqasi aniqlaymiz, qaysilari bizga ko'proq ishlaydi, qaysilarini bizga foydasi tegadi. Hammasini ko'rib chiqamiz. O'zi ishlab ko'rgan bo'lsanglar, ozgina solishtirgan bo'lsanglar, почти hamma bu supply demand zonalari, ya'ni o'sha talab va taklif zonalari reaksiya beradi. Qaysidir ma'noda ham bular ishlaydi, bir-biriga ta'sir qiladi. Misol ishlamagan bloklar kelib, qayta narx reaksiyasiga, ko'tarilishiga yoki tushishiga ta'sir qiladi. Xo'p, aynan shu va undan tashqari institutional ham deyiladi. O'sha institutional kuchli talab va taklif zonalarini biz qanday aniqlashimiz mumkin? Bizga qanaqa tasdiqlar kerak bo'ladi? Ochig'ini aytganda, bu tasdiqlar hammasi nima desa bo'ladi, 100% emas, lekin qo'shimcha foydalanish uchun kerak bo'ladi. Avvalambor o'zi grafik ochayotganda, talab va taklif zonalarini topayotganda biz nima qilsak, bizga yana qo'shimcha yordam bo'ladi. Qaysi holatda bizga foydasi tegadi? Strukturani birinchi qarab o'tishimiz kerak bo'ladi. Struktura, ya'ni qaysi yo'nalishda? Bullishmi, bearishmi, uptrendmi yoki downtrend? Multiple time frame stories qarashimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, mana bozor o'sib ketyapti bozor. Biz bu holatda qanday o'tsa bo'ladi? O'sib ketayotgan holatda biz sellga tushishimiz kerak bo'lmaydi. Asosiy o'suvchi trendmi, o'sha time frame ichida mana bunday strukturani sindiryapti, minimum, maksimum, asosiy buyga qaraydigan demand zonalarini qarashimiz kerak bo'ladi. O'sha struktura o'suvchi trendda o'syaptimi, trendga moslashib buy, ya'ni up trend, down trend qilish kerak emas. Xuddi shu narsani davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Multi time frame, misol uchun o'zi biz 4 soatga ketyapmiz, 4 soat o'sha korreksiya beryapti, M15 u da o'sayotgan bo'lishi mumkin qisman. Lekin biz 4 soatlikni korreksiyasida turibmizmi? Demak, katta ehtimol bilan M15 ham razvorotini olib sell ketish ehtimoli bo'ladi. Xuddi shunaqa qo'shimcha tasdiqlar bilan ishlash tavsiya etiladi. Ya'ni qaysi yo'nalishdamiz biz o'zi? Biz bullishdamizmi, bearishdamizmi? Uptrendmi yoki downtrend? Multiple time stories. Bu ham qo'shimcha kalit so'zlar hisoblanadi. Asosiy tasdiqlariga qarab ishlash kerak bo'ladi. Xo'p, keyin premium discount. Biz struktura tortyapmiz. Qanchalik biza tortgan strukturamiz to'g'ri narxlandi? Discount narxdan, demand zonadan buy qaraymizmi yoki premium narxdagi supply zonadan sell qaraymizmi? Xuddi shunaqa narsa. Aytaylik, mana bozor bitta o'sib ko'tarildi. Mana bu yerga premium discount tortadigan bo'lsak, xo'p, biz mana bu nima desa bo'ladi? Demand, discount zonadan, demandlarning o'rniga supply zonadan sell tushishga harakat qilamizmi yoki biz discountda bo'lganimiz uchun asosiy strukturaga va biz discount zonadan buy olishimiz kerak bo'lgani uchun demand zonadan buy olamizmi? Xuddi shunaqasi premium discountlarni solishtirib, to'g'ri narxlab savdoga kirib ishlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisini qaraydigan bo'lsak, liquidness. Qanchalik bozor o'zining oldidagi liquidnesslarni yechdi? Qanchalik biz chizmoqchi bo'lgan blokning oldida liquidness bor? Qanchalik? Xuddi shunaqa tasdiqlar ham bizga kerak bo'ladi. Juda ham asosiy rol o'ynab foydasi tegadi. Qanchalik? Bu yerda hali yechmagan, endi umumiy aytmoqchi bo'lganim o'sha biz chizmoqchi bo'lgan bloklarimiz, biz qarayotgan zonalarimizda qanchalik liquidness bor, kimlarning misol uchun stopi bor. Xuddi shu ma'noda-da. Hali liquidness darsi bundan keyin o'sha videolarda ko'rsanglar tushunarli bo'ladi. Xo'p, yana keyingisi mitigationlari. Ya'ni bu blok qanchalik ishlab berdi? Bu blok aytaylik, bu demand zonamiz qanchalik demand chainni davomida yoki qanchalik supply chain davomida. Agar aytib o'tgan bo'lsam, demand va supply zonalar xuddi zina harakatlanadi. Bir-biri bilan ketma-ketlikda, xuddi zinaga o'xshab. Demand chain, supply chain bir-birini ketma-ketlikda davom ettirib ketadi. Ya'ni bu qanchalik davomiy kelyapti. Agar o'sha davomiyligi buzilsa ham nima bo'ladi? Masalan, demand zona davomli ko'tarilib kelyapti, bo'ldi, oxirgi demand zona buzildi. Narx va kuch harakati supplyga o'tdi. Endi supplychilar o'yinni boshqaradi deb kutishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi bo'lsa order flow. Biz qanchalik order flowga, ya'ni o'z asosiy trendga, asosiy buyurtmalar jamlanmasiga teskari yoki to'g'ri tushyapmiz. O'z umumiy bozor aytaylik, sell kelyapti, umumiy harakat to'g'ri orada buyga korreksiya berib ko'tarilayotgan bo'lsa ham, umumiy nima bo'lyapti? Order flow sellmi? Sellga to'g'ri tushyapmizmi yoki faqat buy chiqib yotamizmi? Ya'ni narxga teskari chiqyapmizmi? Xuddi shunaqa narsalar kerak bo'ladi. Ya'ni
mana shu savollar, mana shu bizga berilayotgan qo'shimcha tasdiqlar o'sha bozor biz ishlash stilimizni hammasini chiroyli qilib oshirib beradi. Endi bularni hammasi bo'lgani yaxshi, lekin bularning o'ziga to'xtalib qolish kerak emas. O'zimiz uchun qo'shimcha yaratishimiz kerak. Mana bulardan foydalangan o'zida ham to'g'ri, qaysidir ma'noda foydasi tegadi, kerakli narsa. Misol uchun to'g'ri, bozorga qarayapmiz, любой bitta demand zonadan buy chiqib keta olmaymiz yoki любой supply zonadan sell tushib keta olmaymiz. Nega? Chunki biz strukturani bilmayapmiz, premium discountga qaramayapmiz, liquidity umuman xabarimiz yo'q, mitigationlari, order flowlari, xuddi shunaqa narsaga biz chiroyli e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bu o'zimiz uchun tasdiqlarga ega bo'lishimiz kerak. Va yana kuchli SND zonalarni topish uchun bizga asosiy ikki xil yo'nalishi bor. Bundan yana bor endi asosiylari. Любой bitta olayotgan demand yoki supplyimiz BOS, IBOS bo'lishiga sababchi bo'lishi kerak. Tushunasizlar? Ya'ni o'zidan oldingi u Nox'mi, IBOSmi, swingmi strukturani sindirish kerak. Demak, shu orqali biz ya'ni mana shu range, pivot yoki fraktalda o'sha normalligini ob'yom bor, pul bor, ya'ni bu yoqda kuch bor deb qarashimiz mumkin bo'ladi. Range, initiation, mitigation qilib. Yoki bo'lmasa boshqa bir supply zonani ikkinchisida flip bo'lishga sababchi bo'lish kerak. Qaranglar, bitta bozor tushib kelyapti, bozor strukturini sindirdi, supply zonaga yetib keldi, supply zonada sell tushish kerak edi, ozgina reaksiya oldi, buzib o'tdi supply zona. Demak, buzib o'tdimi, ekstremda emas, mana shu demand zonani o'zidan buy olishimiz kerak yoki xuddi shuni teskari supplyga. Xuddi shunaqa tasdiqlar orqali ham biz o'sha ishlash stilimizni boshqasini chiroyliroq va yana yo'lda davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, buni o'zingizlar uchun foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Men buni ko'ramiz. Discordga tashlab qo'yaman yoki mana shu videoni o'zidan o'zingizlarga kerakli narsa olishinglar mumkin bo'ladi. Bundan keyingi videolarni ko'ringlar, yana batafsil tushuntirib borilgan.